Assalomu alaykum. Bugun TTZga kelgan edik. Mana shu xonadan oqyapti deyishdi. Pastga qo'shnilarnikiga tekshirdik, lekin motordan chiqmadi. Hozir mana ko'rasizlar. Tak, mana shu oshxonada rakvinaning tagiga chiqib kelayotgan trubani burchagidan, atvoddan chiqayotgan ekan. Mana hozir ko'rsataman. Bunaqa katta teshuv emas, bu ham shu tomchilab oqib turgan bo'lgan. Mana shu. Mana yaqinroq ko'rsataman mana. Hozir mana ko'rasizlar. Mana suv. O'sha stikidan chiqyapti-da, payka yaxshi bo'lmagan. Mana suv chiqdi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.